Assalomu alaykum. Biz o'sha mashhur tvorogli pechenyelarni tayyorlaymiz. Qani ketdik. Alohida idishga un va margarinni kroshka qilib olamiz. Ustiga o'lchab qo'ygan qatiq, shakar, razexlitel solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Alohida idishga tvorog, shakar, kraxmalni solib, yaxshilab massa holatiga kelguncha aralashtiramiz. Ungacha damini olib turgan xamirlarimizni yoyib, ichiga tayyorlagan massamizdan qo'yib, xuddi videoda ko'rsatilganday qilib o'rab olamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, o'zingizga qulay usulda kesib olamiz. 180 gradusda qizib turgan duxovkamizga jo'natib yuboramiz. Xuddi tillarang bo'lib chiqadigan asal pechenyelarimiz tayyor. Yoqimli